2026-yildan boshlab O'zbekneftgaz tizimida joriy etilgan dolzarb 100 kunlik dasturi qisqa fursat ichidayoq o'zining samarali natijalari bilan e'tibor qozonmoqda. Ushbu tashabbus jamiyat faoliyatini yangi bosqichga olib chiqish, ishlab chiqarish jarayonlarini yanada samarali tashkil etish, resurslardan unumli foydalanish hamda umumiy samaradorlikni oshirishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Dastur doirasida amalga oshirilayotgan ishlar nafaqat korxona ichki tizimini takomillashtiribgina qolmay, balki butun neft-gaz tarmog'ini zamonaviy boshqaruvini tamoyillarini joriy etishga xizmat qilmoqda. Kuni kecha mazkur dastur bo'yicha erishilgan natijalar va amalga oshirilgan islohotlar yuzasidan matbuot anjumani tashkil etildi. Bo'lib o'tgan matbuot anjumanida dolzarb 100 kunlik dasturi doirasida olib borilgan ishlar yuzasidan batafsil ma'lumotlar berildi. Shuningdek, tovar moddiy resurslar va xizmatlar narxlarini pasaytirish, qarzdorliklarni undirish hamda ishlab chiqaruvchilar tomonidan to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar olib borish natijasida 1,8 trillion so'm mablag' tejalganiga ham alohida urg'u berildi. Tahlillar natijasida kamchiliklar aniqlab olinib, o'sha aniqlangan kamchiliklar bo'yicha o'zimizga dastur qo'yganmiz. Bu nafaqat ishlab chiqarish yoki xaridlar yoki investitsiya hammasi yo'nalish bo'yicha qayta tahlil qilib chiqildi. Har bitta loyiha bizning investitsiya paketiga kiritish uchun yuqori malakali mutaxassislar, chet ellik mutaxassislar har bitta loyihani samaradorligini aniqlab, u iqtisodiy manfaat keltirsagina uni amalga oshirish bo'yicha va investitsiya dasturiga kiritish bo'yicha qaror qabul qiladi. Joriy yildan boshlab shu vaqtga qadar jami 17 ta quduqdan sanoat miqyosida gaz oqimi olingani, Qoraqalpog'iston Respublikasida 3 ta yangi kon topilgani va 29 ta quduq ta'mirlangani ham qo'shimcha qilindi mas'ullar tomonidan. Dolzarb mavzular yuzasidan berilgan savollarga ham atroflicha javob qaytarildi. Xususan, ko'pchilikka ma'lum bo'lgan M25 loyihasi, ya'ni Boysundagi gaz sizib chiqishi yuzasidan olib borilayotgan ishlar, rejalar haqida ma'lumotlar berilib, avariyali holatlarga qarshi ko'rilayotgan choralar ham aytib o'tildi. Geologik yechim juda murakkab, 1 yil 1,5 yildan bir yonayotdi, oldiga odam yaqinlasha olmaydi. U yerda servodorod yuqori, ishlash o'zi ham murakkab. Hozir o'shani yechimlari ustida olib borilayotgani kompaniyalardan taklif olib murakkab o'rganilyapti. Hozir etishdan foyda yo'q. Hozir o'zimiz ham shular bilan birga o'rganish olib boryapmiz. Maqsad o'sha yerdagi quduqqa yo'l bartaraf etish, jilovlash yoki u yerdan chiqayotgan gazdan yana qo'shimcha foydalanib, qayta ishlab yana uni Shu bilan birga O'zbekistondagi neft, gaz zaxiralari haqida ham ma'lumot berildi anjuman davomida. Bizdan tashqari boshqa xususiy sektorlar ham ishlaydi. Hamda bundan tashqari biz o'zimizning zaxiralarimiz borligi, davlat zaxirasi hamda neft gaz o'zini zaxirasi, bugungi kunda hamma rezervuarlarimiz to'la. 3 ta 4 ta alternativamiz bor. Birinchisi tabiiy gaz bo'lsa, ikkinchisi suyultirilgan gaz, avtomobil uchun benzin va dizel yonilg'ilari. Respublikamizda bugungi kunda zaxiramiz bor, sizni tashvishga soladigan holatga olib kelmaydi. Bu bo'yicha davlat o'rnida barcha tayyorgarliklar ko'rilgan. Shuningdek, dolzarb 100 kunlik dasturiy investitsiya siyosatini qayta ko'rib chiqishda muhim bosqich bo'lgani, endi har bir loyiha uning iqtisodiy samaradorligi va strategik ahamiyatidan kelib chiqib baholanishi aytib o'tildi. Bu kun Sevinch Mardonova, Baxtiyor Jalilov, Toshkent.